Öyle yok, pakatlam yok, meldin izlep tapanmadım. Çüş olğanda keptim. Köz, köp. Nim boldun bala? Nim boldun zade? Tayak yaptım biraz. Yak tayak ya iş yok gen. Tılpındı biz yanı bir 100 koy kumbo etip diken. Aşnın keldi, dep de çıketken pıç yuqagan. Ne var adam desem? Ma bizning melde işek yok gende da ma 100 koy belge adam işektin bizim tep resim uçup versen oldu digen. Yuqaqı melde işek tep resim uçup qo'yib bundan tokutib yap tang etib ketib men 100 koy kumboni qaytarib keldim deydi. İşekler resim. İşekler resim uçup ketib emasmi bu koy? Estağfurullah. Abi bu işek mi bu deyman qo'yib fikrimimde. Biz bunun 200 koy pul verib qo'ysam da bizga berib uylab bersin. Nereden tapım bu namda topuning ostidan ochqamda menda. Estağfurullah. Qarang aka manda ish. Endi ma o hozir ma tor degan narsa inta ushqanday taraqqiy qilyotdi-ku. Jing. Bunun dayliq bir qism abditallar bayliq telefonimizga tushirib o'ynaydigan endi. Bizning telefonlarimizmi bor. Endi bu 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan, mush kichikdan tortib cho'nggacha bo'lgan hamma odamlar o'ynayotgan bir detallar bo'lib qoldi-ku. Gay mushunga o'xshash bolalar ash detallardan foydalanib bilib jon beqish qo'yga pul tip qo'yga kirib bordi. Bunun qartayliq hukumatimiz shunday siyosatlarni yo'l qo'yib, mana to'g'ri tarafidan foydalaninglar, mana passiv tarafini qabul qilmanglar da'vatidi. O to'g'ri tarafidan foydalanayotgan yoshlarimizni oz emas. Endi noto'g'ri tarafidan foydalanib o'sha tugishib ketayotgan yoshlarimizni bekchi hozir. Ras. Endi bu ishlarni biz o'zimizdan boshlab, mushu ashta ishlarni bir tashlab, to'g'ri tarafini qabul qilib qilmasak mana mushu yozilgan gap bor. Ma gapni jing dedingiz ukam. Ammo hukumat bizni shunday yaxshi bo'langlar deb shunda hamda uchurlashgan bir davrda ketib bormiz. Ammo qachon bir ishning yaxshi tarafini o'rganamiz ukam. Qachon bir sapolik, madaniyatlik munda bir xalq omuz bo'lamiz jonim ukam. Qor qo'yaq ta'tirlam qabul qilish. Deyman. Qaylan ukam. Uning ustiga magoy. Ma o'zining telefoniga patmadimi? Ya bo'lmasa tukam tugab qolgan dadamninkini o'ynaymi dedim, puxmudan ukam. Mening telefonimga biz talbizimni tushirib qo'yapti. Qaysi kuni bunda echib qaylasam, yana shunda bizmikan bor. Sirip qaylasa, hamda eliq hozir qizvalla tapanmadimi? Ya bak o'zini bozorga sag'is keldim uqmudan. Ay biz uyga telefonni tiklab qo'yaplam. Ayliq kiyvagan kiyimni bizim digin olmaydi. Ay to'lg'unab, ashnan qaylab. Ay eyiqdak, ay beliqdak qilib ketgan. To'xtang aka, ostiq voy shinsayringiz otgan, qoligan. Meytoningiz yarishibdi, qo'xingiz yomon chiroyliqga degan kuni u qizga kechacha uyqu yo'q. Qanday ekran chiqsam bo'ladi deb o'zini o'zi laylab. Ya jenim ukam anilam desiga mayli, men ko'rgan qizvalnikining ostiga haq ayırınız yoğanken, mayırınız kiçikken tutup baksan bulamda, suyup baksan bulamda, kızvanlarlık közlürdü, yürek çıkartken bizimle evet tutup demasma. Koşulap tutup da. Aşında işte var ki afkam. Onundan başka kaylan. Ama bazı adamlar, aş bizim gibi o kaylı sakılık uslu oynap tamak satıdığan. Bazılarımız telefonu kütegenç, ahlatxanda yatıdığan bulap kaptı kaylan. Hem de nereden juqqan ki sen var. Müziğin çıksın mı dıraydı aşık. En iri kegine canım fikam. Ma ülüşken, ma öyge bizim ekreydep tişiği çıksam. Ma qo'shnamning 4 yoshlik nevrisi shu bizimni ko'rib dadisining telefonda tiqilib, kulib, sarang'lab ketdi. Bu nima edi deb berib qaylasam. Mening telefonim bana shu emasmi? Balaning ko'rayotganda bir maz baladan bilsa, qizvalning quchqida o'tirib, aning bilan deb suy-suytib emasmi afkam. Bala ani ko'rib xo'shulab ketdi. Endi 4 yoshlik balaning ma qalisi nerdan taraqqib ketdi uni ko'rib. Deyman. Endi nim bo'lib ketdi endi bu. Biz endi mushunda mas'ul bo'lamdik bu ishlarga. Ashta narsalarni o'zimizdan boshlab to'simsak bo'lmaydi aka endi. Qanday qilamiz? Endi bu shunday bo'lganda bu balang hozir hushidan ketdimi yo uxlab qoldimi? Ya ma bala ish qilib o'lmidi. Mush bitida yetishcha. Qo'zg'alam echib ketmasa, mush kungacha yetib, qo'paplamay ash bizimni o'ynaydi. Sizlar ota-onlarga teskapdi aka qarang, menda qilayli. Qanday qilamiz? Endi hozir vaqtmi bir yak bor emas aka. Ma bu mening sim kartochkam. Balani vassidi qo'yib o'qitaymi? Ya aka bo'ldi. Yetiversin. Ma balani eli o'g'itib, qo'sqiga o'ptaraq bir nima berib, bu bal bek uzoq vaqt uxlamagan chiroyib ketdi, chiroylarim tushib ketdi. Bizermay bo'ldi fikam, ma bal uxlamaganga deyim 3 oydan bir bizermaylam uxladi ma bala. Shunga aka, men qaytqash turayam, vaqtmi bir yak bor emasmi? Abani o'g'itib o'pdan asiz keynimdan opirang. Men ash doktorxona o'ptaraq tekshirib qo'yay. Qaysi doktorxona bu? 4-doktorxona. 4 doktorxona? Men nima dedim? Mening balam sarang bo'ldi shundami? Hozir sarang shundami? Ma kallidan ketdi. Mening bitta arzuliq o'g'lim saranglan bo'ldi deyman hozir. Aka, to'xtab turing deyman. Bu 4-doktorxona degan unda saranglar doktorxona emas, mana psikisdan chataq chiqqan, nervis intayin ojizlab ketgan kishilar davolanadigan doktorxona. Uning har qanday odam berib davolansa bo'ldi, ansirmang. Saranglar doktorxonasi emasmi bu? Emas. Mening keynimdan operamsizmi? Ma'qul. Degan operaman ishxonada. Ma'qul. Uzatmada men avar qildik. Ma'qul.
Bu yumur isim kepti rast. Şapılaq qilib bir qo'ysa baka-bakadan. Ey, men seni tekshirlik kelganda men sening uyqangni ko'rib bilmay ketdi. Kalaning to'qi sarang ulay deb qapsa angladingmi? Men chiqib tomog'ingni yeb, yuzgizangni yeb, men bu doktorxonaga borjman. Men kalladan ketib qoladigan bo'lib qolib qolsang, men uydan qo'g'lab chiqarayman. Tushundingmi? A bizning gamda qaraydigan bo'lsang, men vas qo'yib, men ko'zang to'qini mushkininkidek qilayman. Angladingmi? Ma'qul. Diqqat qil ha. Ma'qul. Balovlab qapti bo'lmaydigan bo'lsa. Oy valla men öddes uxlab qaptım qalanglar tamaq yatlam kiri. Hozir boshlaymiz. Ha jiboni yumur etib bermamisa. Oy dadon nima etmiz ha? Qo'sqamaşdi.